Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zayda. Bugun sizlarga talantli shoir Abduxoliq Uyg'ur yozgan Ochil degan she'rni deklamasiya qilib beraman. Ochil. Gülüm açılay deydu, başka sancılay deydu. Yarımdan yürek oti, tenge yağmışay deydu. Yarım bana naz kılır, küdüp mini maz kılır. Yer kadrini bilmeysen, zimistanni yaz bulur. Yer derdide hum bulduk, tügmenlerde bulduk. Korkunç yıldan kattık taş, birleşelmey kum bulduk. Yaş talepler uğlaşma, yar yolunda putlaşma. Yarım üçün can pida, kadımınga mıntıla. Gayret gülüm açılgın, himmet yolum açılgın. Yarım üçün bersem can, kaçan bolsa bir ölüm. Ya ölüm ya körüm, yarım açılgın. Dostlar, bu şiirning intayin ta'sirli bir hikoyasi barkan. Apam menga deb bergan. Bugun sizlarga u hikoyani aytib berayman. Buningdan 100 yillar burun Qumulda Aysixon deb bek chiroyli bir Uyg'ur qiz o'tgan ekan. Shahniyaz deb uni yaxshi ko'radigan yana bir Uyg'ur yigit bor ekan. Ularning to'yi bo'lishi uchun chaymu o'tkazilib bo'lgan ekan. Bitta Xitoy komandiri Aysixonni ko'ribla uningga oshiq bo'ldi va uni olaman deb turibdi. Ular biroqla yo'q desa, ularni o'ldiritishi mumkin ekan. Shunglashqa ular bir plan tuzibdi va ma'qul deb qo'yibdi. To'y kuni Shahniyaz qiz bola siyohiga kirib, askar Xitoy komandirini o'ldiribdi va uning to'yga kelgan butun askarlarini o'ldiribdi. U yerdagi Uyg'ur yigitlar askarlarning kiyimini kiyib, bosh taqqa berib, bütün askerlerini öldürüydüptü ve Qumul qo'zg'oloni boshlanibdi. Bu qo'zg'olon Atush, Qashqa, Urumchi ve Korla, Turpan ve bütün Uyg'ur diyoriga tarqalibdi. Dal mushu chaqda Abduxoliq Uyg'ur Ochil degan she'rni yozgan ekan ve Uyg'urlar bu she'rni naqshi qilib, jang marshi qilib ishlatibdi. Andın şыңшысы келіп Abduxoliq Uyg'urga "Sen nimishqa Uyg'urlarni bizga qarshi kuşkürtsen?" debdi ve uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur o'lim oldidimi, tiz cho'kmay botirlarcha shahid bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur bo'yniga qilich urilganda "Ochil" deb to'labdi. Do'stlar, bu she'rning hikoyasini bilib oldinglarmi? Men videonun ağzına Ochil degan naqshini kirgizib qo'yma. Huzurlanib anglanglar va o'rganib olinglar. Xo'sh.